Assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bugun men Ilhomjon Jahon bozoridan Ilhomtech magazinidan qisqacha obzor qilib beraman. Bizda 60-50 dan ortiq avtomat kir yuvish mashinalarimiz bor. Bularda hozir sizga eng yengil 2 donasini tavsiya qilib o'taman. Pulim yonimda qolsin desangiz, pulim bekorga ketmayotgan bo'lsin desangiz, sizga yaxshi kir mashina tavsiya qilamiz. Faqat uni olib, faqat duo qilib ishlatadigan kir mashinalarimiz bor. Xo'p, 6 kiloliklardan Laretto kir mashinamiz. Buni mana 2 xili bor. Bularda yaxshisi motori inverter DD bo'ladi. Motorda shum chiqmaydi. 90 gradusga doğru suvni isitib beradi. 1200 оборотga doğru suvni krizni chayib, xususiyatiga ega. Inverter bo'ladi, A+ bo'ladi. A+ eng tejamkor kir mashina hisoblanadi. Endi 7 kilolik arterlarimiz bor. Bularimiz milliy brend hisoblanadi. Inverter motor bo'ladi. Xizmati yaxshi buni ham. 8 kilolik Hoffman kir yuvish mashinamiz ham bor. Bu kir yuvish mashinamiz 95 gradusga doğru suvni isitib, 1400 оборотga doğru krizni siqib va tarozisi dazmoli bo'ladi. Bu ham sherstina inverter DD hisoblanadi. Xo'p, Tesla 8 kiloligimiz bor. 8 kilolik Laretto'miz bor. Bu ham Hoffman bilan birga bir, hamma yo'g'i to'g'ri xizmat qilaveradi. Bularda biz masalan LG, Hoffman, Laretto'ni bir xil narsa deb sotamiz. Endi bor o'ziga yarasha LG bar qimmatroq narsa, qimmatroq zapchasi bo'lishi mumkin, lekin bunday olib qaraganda bitta narsa deb bilaman. Tech bor mana 8 kilolik, 10 kilolik, 6 kiloliklar bor. Buni 10 kiloligi buni polni sensor hisoblanadi. 6 kiloligi bor. Brando bor, Avalon bor. Hayr bor mana. Avalonda 6 kiloligi bor, Toshiba bor. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Operator mana bunaga kelsangiz ham bo'ladi. Mana 8 kilolik Zifler kir mashinamiz. Biz bu kir mashinani 2.400.000 so'm sotyapmiz, lekin garillamaymiz. Bizda arzon demaymiz. Biz iloji boricha sifatli yaxshi narsadan tavsiya qilamiz. Biz arzon narsa berib, mana klient bilan urushib yurishni xohlamaymiz. Xo'p, 8 kilolik Brando'miz bor, 6.5 kilolik Tech'imiz bor. Xo'p, kir mashinalarimiz juda turlari ko'p. Xo'p, mana 10 kilolik kir mashinamiz bor, DD motor hisoblanadi. Mirovoy brend mana Hisense, buni ham bitta olib qo'ying, ko'rsating. Hisense'ga ham gap so'z yo'q, xizmati yaxshi. Xo'p, endi kir mashinada hozircha jicha shunday obzor qilib keyingi etapga o'tamiz. Sababi bizda mahsulotlarimiz juda ham ko'p. Hozir qish keldi, hamma bekor qolgan, televizor ko'rgisi keladi. Siz chet elda yuribsiz, ko'ryapsiz, lekin biroz telefon qilib aloqa chiqib qo'ymayapsiz. Chiqing, mana biz sizga 1.100.000 so'mga zo'r smart televizor qilib beramiz. Nima bo'ladi? Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Xo'p, Monix televizorlarimiz bor mana. Bularda ikkita bo'ladi pulti. Android bo'ladi. Puli ham juda arzon bo'ladi. Agar sizga buni narx qiziq bo'lsa, bizni YouTube ga yoki bo'lmasa Instagramimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz sizga narxini direktdan yozamiz. Xo'p, 65 talik televizorlarimiz bor. Mana ko'ring, o'zingiz kачествосini juda go'zal. Endi bu yerda biz ochganlarimizni ochyapmiz, ochmaganlarimiz ham skladlarimizda turibdi. Bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Narx qiziq bo'lsa, narxi juda ham arzon. Qiziqib qo'yishingiz mumkin. Hop, biz sizni kommentariyalarda direktda kutib qolamiz. Bu plisoslarimiz 2000 voltli, 1800, 1600 voltli bo'ladi. Tortishlari zo'r, mощности baland, 3 yil servis xizmati bo'ladi. Mana shu plisoslarimiz siz o'ylaganingizdan ham arzon. Nech pul deb o'ylayapsiz? Agar siz nech pul deb o'ylayotgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozing. Agar siz точный narxini topsangiz, biz sizga bekorga beramiz bu plisosni. Xo'p. Hozir talabga mana hozir ko'pchilik ayollarimiz so'rayotgan Moshi plisos. Juda arzon narxlari, sifatli. Bu nima deyapti? Mana paqirchali plisoslarimiz bor. Tortishi, sifati o'ta a'lo darajada. Pardazmonlarimiz bor. Ro'shnoy pardazmonlarimiz bor. Safarga ketayotganingizda shunday olib, chamadonga solib ishlataverasiz. Qarang. Pullari juda arzon. Tefallarimiz bor, miyassirovkalarimiz bor, sokruj markalarimiz bor. Hattoki fengador bor, Ilhomtechda. Seni obzor qilib bo'ldim, bor ashaqqa. Mana ko'ringchi, mana dazmollarni. Blenderlarni bitta ko'ringchi.
Shopperlarimizni ham bitta ko'ringchi. Sizga kerakli hamma mahsulotlarimiz bor. Narxlari juda arzon. Xo'p, endi konditsionerga o'tamiz. Konditsionerga o'tdik. Mana konditsioner olishda hech qachon adashmaslik kerak. Eng yaxshisi pulim yonimda qolsin. Sifatli mahsulot olay. Menga oilaviy doim xizmat qilsin desangiz, biz sizga yaxshi konditsionerlar tavsiya qilamiz. Bu konditsionerlarimiz kichikroq ofislar uchun yoki bo'lmasa uylar uchun moslashgan 12 lik konditsionerlarimiz, masalan, yaxshisini olaman desangiz 25, 30, 35 kvadratga doir isitib bera oladi. Sovutishi ham xuddi shunday bo'ladi. Sizga eng tejamkor, hozir eng yaxshisi tok. Tokda muammo bo'layotgan narsa, qancha tok rasxod qilyapman, bir kunda necha pullik tok ishlatyapman. Bunaqa muammo hammada bor. Shuning uchun biz sizga tejamkor, past tokka ishlaydigan konditsionerlar tavsiya qilamiz. Buni ham siz olsangiz yutkazmaysiz, xudo xolasa. Mana konditsionerlarning turi ko'p. Bularni hozir sizga bitta obzor qilib beraman, xudo xolasa. Masalan, shu konditsionerni olaylik. Motoriga 10 yil garantiya beramiz. O'ziga 3 yil garantiya beramiz. Fenida ham, motorida ham inverteri bor. Isitishi yaxshi. Sovutishi undan ham yaxshi. Past tokka ishlashi yaxshi. Bu birinchi, masalan, kelgan odamlarga tavsiya qilamiz. Olgan odamlar rahmat deyapti, muammosi juda kam. 99.9 sifati. Primer konditsionerimiz ham yaxshi, Citronic konditsionerimiz yaxshi. Bu Citronicda motorida ham tenti bo'ladi, fenida ham tenti bo'ladi. Tent avval faqat fenda bo'lardi. Hozir mana motorida ham tenti bo'ladi. O'ta a'lo darajada. Faqat sizdan sal напряженияsi balandroq bo'lsin, to'kingiz 160, 170 olsin, maza qilib ishlatasiz, xudo xolasa. Xayr bor mana. Xayr konditsionerlarimiz ham zo'r, sifatlik, 10 yil motoriga, 3 yil o'ziga, OR 32 freon bo'ladi, DC inverter bo'ladi. Golden feni bo'ladi, oqi bo'ladi. Bu ham yaxshi. Konditsionerlarda ham qisqacharoq qilib o'tamiz, sababi biz keyingi kadrlarimizda, keyingi kanallarimizda bitta tushuntirib o'tamiz. Hozir sizlar bilan tanishib, yaxshi mahsulotlarimizni ko'rsatib o'tish maqsadimiz. Mikrovolnovkalarimiz bor. Mikrovolnovka past tokka ishlamaydi, lekin xizmati zo'r. Har bittasi sizga kamida 10 yil xizmat qiladi. Shu ikkita narsaga e'tibor bersangiz bo'ldi. Buni ichiga sirli narsa solmaysiz, temirli narsa solmaysiz, qoshiq tushishi mumkin emas. O'zini xohlasangiz maxsus idishlari bor, idishlar bilan foydalansangiz bo'ladi. Bo'lmasa oq idishlar solsangiz ham bo'laveradi. Sirli bo'lmasa bo'ldi. Xo'p, duxovkalarimiz bor. Duxovkalarimiz ham juda yaxshi. Masalan, Artelda duxovkalari ham zo'r. O'zbekistonda chiqayotgan duxovkalarimiz hammasi Elite bor, Artel bor, Itimat bor, Shvaki bor va hokazo shunaqa narsalarimiz bor. Bularni ham bitta sizlarga obzor qilib o'tamiz. Xo'sh, masalan, mikrovolnovkalarimizdan keyin mana kuxunniy mikrovolnovkalarimiz bor, stroyniy bo'ladi. Stroyniy duxovkalarimiz bor. Gaz panellarimizning turlari ko'p. Vitishkalarimiz bor. Vitishkalarimiz 450 оборотdan 750 ming kubga doir tortadigan kuchli vitishkalarimiz bor. Sifati o'ta ham a'lo darajada. Xo'p, keyin mana gaz panelimizni ko'ring. Shu ham juda zo'r. Siz o'ylagan gaz panellardan narxi juda ham arzon. Qiziq bo'lsa, direktga yozing, o'ta arzon bo'ladi. Buni usti chugunli bo'ladi, gaz kontroli bo'ladi, spichkasi bo'ladi. Dizayni ham o'ta yorvorgan. Mana tashqarida ham qulayroq bo'lsin, ixchamroq bo'lsin, bizga avtomat kerak emas, bizga pol avtomat kerak degan odamlarimiz uchun mana chiroyli pol avtomatlarimiz ham bor. Mana masalan 8 kilolik, 9 kilolik Barando pol avtomatlarimiz bor. Qarang, ichi nerjaveykali bo'ladi. Bu nerjaveyka deganda ko'pchilik noto'g'ri fikrda bo'ladi. Buni ichi zanglab qoladi deydi. Hech qachon buni ichi zanglamaydi. Bu nerjaveyka bo'ladi. Keyin o'zini yo'liroq bo'ladi. Ishlatganingizdan keyin ozgina havo yedirasiz-da, qopqog'ini ochib qo'yasiz. Juda maza qilib ishlatasiz. 7 kilolik primer pol avtomatimiz bor mana. Mana Ideal bor, Magna bor, Star bor, Artel bor, Shvaki bor. Ularda ham xudo xohlasa bitta siz bizga obuna bo'lib qo'ying. Xolodilniklarimiz bor. Mana Shvaki xolodilniklarimiz bor. Rangi oq, primer, seri. Mana 2 qanotli bo'ladi. Tepa past hisoblanadi. Bo'yi 1.5 bo'ladi. Mana Beko xolodilnikimiz bor. Mana rossiyskiy Beko mana. Ko'ringchi. O'zi asli Beko brend Turkiyaniki, lekin bu Rossiyada sborka bo'ladi. Shvakida bo'yi 1.65 ligi bor. Valnani xolodilnigi bor, Immerdiki bor, Indizitniki bor. Yana Teshtiki bor.
Bu ham xuddi shunaqa narsa, mahsulotlarimiz ko'p, sizga obzor qiladigan narsalarimiz ko'p. Xudo xohlasa, kimga qanaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, baribir jahon bozor bo'ladi. U yoqqa bor, bu yoqqa bor emas. Jahon bozoriga kelavering. Jahon bozoriga borgan odam faqat yutadi. Yaxshi narsalar faqat jahon bozorida bo'ladi. Hech qachon jahon bozor arzon narsani olib kelib sotmaydi. Hammaga bir xil mahsulot keladi. Bizda arzonroq bo'ladi, xudo xolasa. Bizga obuna bo'lishni unutmang. Instagram Ilhom Tech kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga yaxshi narsalarni ilinamiz.